kechagi g'alaba bugungi muvaffaqiyat uchun hech asos bo'lmaydi. Tomoshabin ham xuddi shunaqa muxlis, futbol muxlisi. G'alaba qozongan kuni siz qahramonsiz. Yutqazgan kuningiz hamma nima deydi, yaxshi yomon gaplarga nishon bo'ladi odamlar. Qabul qilasizlar. Masalan, juda qiyin vaziyat bo'ladi-da. Biz hatto televideniya yoniga mashinamizni qo'ya olmasdik. Futbolning natijasiga qarab, biz mashinamiz sog' qolardi yoki boshqacharoq holat bo'lardi. Endi futbol shunaqa narsa. Futbol 11 kishi o'ynaydi, millionlab odam muhokama qiladi. Millionta muhokamani eshitsangiz, bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydi. Endi hamma o'zicha muhokama qiladi, o'sha maydonni o'zicha ko'radi. O'shaning uchun bu narsada odam ozgina psixologически kuchliroq bo'lishi kerak. Sizlarda shu dars bormi? Shunaqa treninglar o'tadingiz? Endi bu narsa ko'proq odamning o'ziga bog'liq, o'zining o'sha xarakteriga bog'liq, o'sha tayyorgarlik qilishiga bog'liq. Kimdir ustingizdan kuladi yoki muhokama qiladi. Endi baribir o'zingizga oladigan bo'lsangiz, siz cho'kib ketaverasiz. Menda shunaqa savol bo'lardi. Men futbol o'ynayapman-ku, men bulardan yaxshi tushunsam kerak futbol yoki yaxshi o'ynasam kerak. Endi baribir hamma o'zicha fikrlaydi. Men ham misol uchun boshqa soha haqida u bilganchalik men bilmayman. Lekin muhokama qilishim mumkin.